Assalomu alaykum aziz yoshlar. Birja maktabga tayyorlov ingliz tili qismining 3-darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz o'tgan darsimizda Notice and Signs darsining ikkinchi qismiga to'xtalib o'tamiz. Aynan bu darsda siz imtihonda qiyin savollarni qanday oson ishlash yo'llari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bugungi darsimizning asosiy maqsadlari, bugungi darsda siz tricky words, ya'ni chalg'ituvchi so'zlarni tushunasiz. Paraphrasing, ya'ni boshqacha aytilgan ma'noni aniqlashni o'rganasiz. Main message, ya'ni asosiy xabarni topishni o'rganasiz. Eslab qoling, imtihonda sizni doim so'z bilan chalg'itishadi va bu har xil tricky word, ya'ni chalg'ituvchi so'zlarga chalg'imasdan to'g'ri javobni topish juda ham muhim hisoblanadi. What is paraphrasing? Ya'ni parafraza qilish nima? Paraphrasing bir xil ma'noda aytilgan bir xil ma'no, lekin boshqa so'zlar bilan aytilgan gaplardir. Misol uchun, visitors must report to reception, ya'ni tashrif buyuruvchilar qabulxonaga ariza topshirishlari kerak. Ya'ni buni parafraza qilingan varianti esa visitors should go to the reception first, ya'ni tashrif buyuruvchilar birinchi reception, ya'ni qabulxonaga borishlari kerak. Bu yerda so'zlar boshqacha, lekin ma'no bir xil. Detail versus main message, ya'ni detallar va asosiy xabar. O'quvchilar yo'l qo'yadigan eng katta xatolardan biri bu kichik detallarga e'tibor berishadi, lekin savol esa asosiy ma'noni so'ragan bo'ladi. Misol uchun, please close the gate all the times, ya'ni iltimos har doim darvozani yopib yur. Bu yerda asosiy xabar darvoza doim yopiq bo'lishi kerak degan ma'noni bildiryapti, lekin bu yerda detallarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda darvoza bor yoki tashqarida degan ma'nolar sizni chalg'itishi mumkin, lekin asosiy, ya'ni keyword, all the time ga qarab biz topishimiz mumkinki, darvoza doim yopiq bo'lishi kerak degan xabar asosiy xabarni bildirib kelmoqda bu yerda. Example, ya'ni imtihon savolini ko'rib chiqadigan bo'lsak, this story is for only staff, ya'ni bu eshik faqat ishchilar uchun. What does this mean? Ya'ni bu nimani bildiradi? Students can use the door, ya'ni studentlar eshikdan foydalanishi mumkin. Only workers can use the door, ya'ni faqat ishchilar eshikdan foydalanishi mumkin. Everyone must open the door, ya'ni hamma eshikni ochishi mumkin. Albatta bu yerda to'g'ri javob B bo'ladi, chunki faqatgina ishchilar bu eshikdan foydalanishi mumkin degan variantimiz aynan savolda berilgan main message, ya'ni asosiy xabarga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni bu eshik faqat ishchilar uchun degan ma'noni bildirib kelmoqda. Tricky words in exam, ya'ni imtihondagi chalg'ituvchi so'zlar. Imtihonda ko'p uchraydigan chalg'ituvchi so'zlarga staff only, ya'ni faqatgina ishchilar uchun. Out of the order, ya'ni yaroqlilik muddati o'tgan. No entry, ya'ni kirish mumkin emas. Keep clean, ya'ni toza saqlang. Must be worn, ya'ni kiyish lozim. All the time, ya'ni har doim. Strategy, ya'ni strategiya, keywordni topish kerak. Albatta savollarda birinchi keywordni topish juda ham muhim. Keyin esa joyni tasavvur qilish kerak. Bu belgi aynan qaysi joyda berilgan bo'lishi mumkin degan narsani topish orqali to'g'ri javobni topish yana ham oson bo'ladi. Va uchinchisi, main message ni tanlang. Ya'ni main message ni aniqlash juda ham muhim, chunki aynan main message ga qarab to'g'ri javob variantini juda ham osonlik bilan topish mumkin. Keling birgalikda ishlab ko'ramiz. Please switch off your mobile phones, ya'ni iltimos telefonlaringizni o'chiring. Javob variantlariga to'xtaladigan bo'lsak, you must not use your phone, ya'ni siz telefoningizdan foydalanmasligingiz kerak. You can call someone, ya'ni sen birovga telefon qilishing mumkin. You should send a message, ya'ni sen xabar jo'natishing lozim. Albatta bu yerda to'g'ri javob A variant bo'ladi, chunki sen telefondan foydalanmasliging kerak. Aynan savol variantida berilgan please switch off your mobile phones degan javobga birga bir tushmoqda, ya'ni shuning uchun ham bu yer to'g'ri javob A variant bo'ladi. Out of the order, ya'ni yaroqlilik muddati o'tgan. A javobda ko'rishimiz mumkinki it's working well, ya'ni u yaxshi ishlamoqda. B javobda it's broken, ya'ni u singan. C javobda esa it's new, u yangi. Albatta bu yerda ham to'g'ri javobimiz B variant bo'ladi, chunki yaroqlilik muddati o'tgan aynan B variantda berilgan bu singan degan javobga parafraza qilingan varianti bo'lib kelishi mumkin. Qolgan savollarni o'zingiz mustaqil ravishda ishlab ko'ring va javoblaringizni kommentariy qismida qoldirishingiz mumkin. Albatta men javoblaringizni tekshirib sizga to'g'ri yoki noto'g'riligini o'zim aytaman. Endi bugungi darsimizda
umumiylashtirsak va aynan o'rgangan strategiyalarimizni yana bir bor takrorlab ko'rsak, today's key points, ya'ni bugungi kunning asosiy qismi main message har doim detallardan ustun bo'ladi. Ya'ni avval savolni ko'rganda avval main messagega qarash juda ham muhim. Paraphrasingni tushunish, ya'ni parafraza qilingan so'zlarni tushunish va ularni to'g'ri joyda to'g'ri foydalanish juda ham muhim. Chunki ko'p savollarda, aynan shu turdagi savollarda paraphrasing juda ham ko'p qo'llaniladi. Va uchinchisi only must know so'zlarga e'tibor bering. Ya'ni asosiy keyword yoki belgilar ishlatilgan so'zlarga e'tibor berish juda ham muhim. Aynan shu turdagi so'zlar sizni to'g'ri javobni topishdan chalg'itib yuborishi mumkin. Endi uyga asliga to'xtaladigan bo'lsak, 5 ta yangi notice, ya'ni belgili savollar tuzing va ularga variantlar ham tuzing. Bu sizni bu darsni yanada mustahkamlashingizga va keyingi xuddi shu turdagi savollarni juda ham to'g'ri, oson va to'g'ri topishingizga yordam beradi. Keyingi darsimizda biz vocabulary va definition darsini o'tamiz. Aynan bu ham Prezident maktabining ingliz tili qismida juda ham ko'p keladigan savol turi. Albatta bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bizning Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.